Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun sotib chiqqan joyimiz Urganch shahar Gullanskiyda bo'ladi. 2 xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Mestasini umuman gap yo'q. Bedayning Toji mahal, hurmatli obunachilar. Bu ham tarafda Shumbala Olimpiya stadion Urdu Daritalam yaqin joyda joylashgan. Mestasini umuman gap yo'q. Zo'r tochkada joylashgan. Qana esa joyimizning ichkari qismi bilan tanishib ko'rishsak, ketdik. Etajimizga yetib keldik. Girish o'ti ishlaymiz davrishik. Bismillahirrohmanirrohim deb ichkari tomonga kiradigan bo'lsak, girish o'ti bo'ylarimiz ajoyib, men gap qilish mumkin emas. Oyoq tinamiz toza gilamlardan döşalib ajoyib bo'lib turibdi. Pataloqlarimiz oqlanib, kraskalanib turibdi. Galagillar qo'yilgan. Suv, svet, gazlardan umuman problemasi yo'q. Bu ham tarafimiz hojatxona, sanuzel bo'ladi. Kuxnimiz joylashgan bu yerda. Bu ham tarafimiz zalimiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Suv, svet, gazlardan umuman problemasi yo'q. Bu ham tarafimiz spanimiz bo'ladi. Aynalar akvayna almashgan, perdalar ajoyib nasilgan. Ajoyib mo'shni yaxshi sifatli aboylardan chiqib turibdi. Restoranlarimiz ajoyib nasilgan. Engilamlar ham toza. Remotdan yordam yashalma, ataplarga ega. Bedeni podagonniklarga ega. Ishlar ham yaxshi sifatli ishlardan ega. Zalimizga chiqadigan bo'lsak, zalimizda ajoyib restoranlar asilgan. İşlerim akva işlenen yan tarafımız yine defa polat koyup geldi. Balkon kısmı bir de katilimiz joylashgan. Kuxnini şöyle çıkarsanızlar, kuxnini yana bir xona istaysizlar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ajoyib etib remont etib qo'yib geldi. Doğru girib yashasa bo'ladi. Yan tarafimiz sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzelimiz ham ajoyib remontdan chiqib turibdi. Daha pataloqgacha kafe pataloqlarimiz oqlanib kraskalanib, galagillar qo'yilib ajoyib bo'lib turibdi. Yan tarafimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda kuxni mebel, gaz plita, gazimiz, dimoxotimiz, ketutda ayna saqpayna, perdalar, bundan mo'shni yaxshi sifatli aboylardan. Joyimiz 2 xonadan iborat, 2-etajda 4 etajli domimizda 2-etajında xadovoy mestada joyimiz narxini to'xtaladigan bo'lsak 365 million so'm, ustini yeganda oz-moz qaytib beraman deb turibdilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalga obuna bo'lishdan chiqmasa, men shuni joyga olish nasib etsin.